endi kontentlar olmoqchiman. Bitta qo'ra qilamiz. 10 tami bir qo'y tashlaymiz. 10 ta qo'y отдельно hammasini har xil yemda boqib ko'ramiz. Qanaqa effekt bo'ladi? Qaysi yemdan qancha effekt bo'ladi? Assalomu alaykum hurmatli do'stlar, hurmatli obunachilar. Sog'misizlar, salomatmisizlar? Sizlar bilan yana 2026-yil 5-yanvar kuni diydor ko'rishib turganimizdan juda mamnunmiz. Hurmatli obunachilar, asal berib qo'y boqqan odamni ko'rmagansizlar. Eshitmagan bo'lsalar ham kerak. Lekin shunaqa boqadigan insonlar ham bor. Ulardan bittasi menman. Yem video qilib chiqazgandim, Vulqon Max yemini. Juda ko'pchilik sal asal kam bo'pti. Qora etim bo'lardi, protein bo'lardi, qo'ydan sira zarga chiqazaverardingiz degan har xil kulgili kommentlar yozishgan. Bugun sizlarga shu haqida bir batafsil ma'lumot berishga harakat qilib o'tamiz. Hurmatli obunachilar, bu meni yangi kanalim. Juda ko'p obunachilarimiz tomonidan talab va takliflar tushdi. Qo'y boqish haqida kengroq fikr yuritishga, mol boqish haqida xalqimizga manfaati tegadigan kontentlar olish bo'yicha talablar kelib tushdi. Bularni inobatga olgan holatda bu kanalim hozircha nomi Doniyor aka. Ukamdan shunaqa taklif tushdi. Endi balki oramizda mendan juda yosh ulug'lar, kattalar ko'pdir. Buning uchun albatta uzr so'raymiz. Hurmatli obunachilar, inshaalloh sizlar uchun manfaatli, chiroyli videoroliklar olishda davom etamiz. Kanalimizda bu birinchi video. Maksimalni like, poddershka bilan qo'llab-quvvatlab tursalaring, inshaalloh sizlar uchun harakatda charchamaymiz, bizga bu motivatsiya beradi. 1 yil 2025-yil davomida yodlaringda bo'lsa, bitta yo ikkita video oldim. Qanaqadir ish faoliyatimda susayish bo'ldi. O'zim xohlamadim, sog'liq tufayli ham. Keyin motivatsiya uje tugadi. Qanaqa desa bo'ladi? 5 yil, 6 yil tinmadim. Yo 7 yilmi? 7 yil mobaynida kerak bo'lsa uxlamasdan ishladim, harakat qildim. O'shaning uchun 2025-yilda biroz dam olib, lirik chekinish qildik. Bundan bu yog'i 2026-yilda inshaalloh Karim Alloh yetkazgancha, qo'ldan kelgancha gaziga bosamiz. Bo'lmasa ko'p cho'zmasdan videoning asosiy maqsadiga o'tamiz. Qo'y boqasimi, mol boqasimi, echki boqasimi, nima boqsangiz ham birinchi e'tibor beriladigan jihat bu ratsion hisoblanadi. Ya'ni yem baza. Zaxirangiz qanchalik boy bo'lsa, yemingiz yetarli darajada bo'lsa, hayvoningizni o'zgarishi ham, undan qoladigan daromad ham shunga yarasha bo'ladi. Masalan, qo'y boqish haqida masalan ma'lumot beradigan bo'lsak, u hammasiga tushiradi. Masalan, qo'y boqmoqchimisiz yo mol boqmoqchimisiz? Avvalambor masalan 15 ta qo'yga pulingiz bor. Birinchi navbatda 15 ta qo'y olib, keyin yemni qimmat sotib olib yoki bir kun berib, bir kun bermay yurgandan 12 ta olib, 3 tasini puliga yem zaxirasini tashkil qilish kerak. Sababi juda ko'pchilikka aytdim, mana sezon boshida ham Makka 2800 so'm, 2900 so'm o'ynab turganda olib qo'yinglar, narx oshib ketadi, 5000 qarab ketib qoladi, 5000 dan ham o'tadi deganimda e'tibor qilinmadi. Mana hozir Makka narxi 4000 dan o'tib ketdi. O'shaning uchun 15 taga hayvonga imkoniyatingiz bor, 12 ta oling, 3 tasini puliga yem zaxirasini tashkil qilib oling. Endi sizda yem bo'lgandan keyin hayvonni endi asosiy bizda urf bo'lib qolgan 2 mahal qaraladi. Ertalab, kechqurun yem beriladi. Lekin mana hozir sekin-sekin biz O'zbekistonga ham hayvon boqishda ratsionga e'tibor berish, hayvonni stressga tushishini oldini olish, hayvonni stressga tushishi, nima sababdan stressga tushadi, uni semirishiga ta'siri bormi degan atamalar kirib kelyapti. Bu borada o'zi o'sha bu soha egalari mana ma'lumot beryapti. Hayvonni oldida yem doim turishi kerak. Sababi yem uzilib qolsa va har xil holatda hayvon stressga tushishi, oshqozonda o'zgarish bo'lishi, hazm sistemasi, ular shuni semirishiga salbiy ta'sir qilib qolishi mumkinligini mana aytib o'tishmoqda. Bizni eski kanalimizdan kuzatib borganlar bilishadi. hayvonni boqishni boshlaganimizdan keyin agar u qo'zi bo'ladigan bo'lsa, ya'niki hali yosh qo'zi bo'ladigan bo'lsa, tish buzmagan. 1 oy, 1,5 oy mobaynida yemga moslab olamiz, oldiga to'kib qo'yamiz. O'sha bo'yicha keyin yetilguncha boqiramiz. Katta tish buzgan qo'ylar bo'lsa, 1 hafta 10 kun oralig'ida
o'zimizni yo'nalishimizga tushirib olamiz. Endi buni sizda yem zaxirasi ko'p, sizga yem tekin deyishadi. Bu noto'g'ri fikr. Sababi men ham bu narsani sotib olaman. Ustiga 2 so'm, 3 so'm o'zimni masalan foydamni qo'yib sotaman. Asosiy baribir mahsulot pulga keladi, pulga borib taqaladi. O'shaning uchun yemdan ekonom qilib, mana yem olganda o'zim boshida endi men ham shunaqa edim, dadam so'kkanlar. Qo'l qaltirab, notashab, ozgina ko'payib ketsa, qopga qaytarib, shunaqa holatlar bo'lgan. Bu xatolarni qilganligim uchun sizlar shu xatoni qilmanglar degan maqsadda aytib o'tyapman. Yemni keragicha berish kerak hayvonga. Masalan, hozir 2 kishi yo 3 kishi borib, oshga boraylik, shashlikka boraylik. Mana bugun yedik, ertaga 3 kun, 4 kun, 5-kundan xohish bo'lmaydi. Mana birinchi kun 10 ta banglat o'radigan bo'lsak, sekin-sekin kamayib boradi. Hayvon ham xuddi shunday. Hayvonda ham nafsi bor, u ham to'yadi. Masalan, 10 kun, 15 kun, 20 kun oralig'ida ichi yog'lanib, qorni to'ygandan keyin keragini yeydigan bo'ladi. O'shaning uchun vaqtni yutqizib, o'zingizni aldab, hayvonni ham cho'zgandan yemni keragicha berib, tezroq natijaga erishish kerak. Endi hurmatli obunachilar, ratsionga keladigan bo'lsak, hamma o'z hududidan kelib chiqib, yem ratsion tuzishini men shunaqa fikr bildiraman-da. Masalan, endi shuni qiling demayman yoki shu to'g'ri demayman. Sharoitdan kelib chiqib harakat qilish kerak. O'zim birinchi hayvon boqishni boshlaganimda 2 ta qo'ydan boshlaganman. 7 yil bo'ldi. 2 ta qo'yim bor edi. Boshqa narsaga sharoitim yo'q edi. Qo'yda baraka ko'p deyman o'shanga har doim. 2 ta qo'ydan boshlaganmiz. Hozir o'sha qo'ylarni qanaqa boqqanimni usulini sizlarga ko'rsatib beraman. Hech esimdan chiqmaydi. 7 yil, balki 7,5 yildir Alloh alam o'sha ish boshladim. Sharoit zo'rmas edi. Tan olish kerak, pul yo'q edi. Holat o'sha holatdan chiqib ketish uchun qattiq mehnat qilganman. Ya'niki birinchi menga turtki bo'lgan narsa hayvonni iloji boricha tekin boqish. Chunki qiladigan ishim aniq ishim bo'lmagan. Ko'chada lifanim bor edi. Esdalik, to'xtang, lifani ko'rsatib o'taylik. Mana lifanim bor edi. Mana. Bu o'shancha sotmayman, doim esdalik olib yuraman. Mana shu lifanda yantoq o'rib kelardim. Yantoq o'rib kelardimda, mana yantoq ham o'sha davrlarda esdalik, yantoq doim mana. Yantoqni hozir granulni ko'rinishda qilib sotyapmiz. Xabarlaring bor. Yantoq o'rib kelardimda, mana jo'lt yong'oq doim ratsionimda bo'lgan. Kimdirlar o'ris yong'oq deydi, olmaxon yong'oq deydi. Xullas, jo'lut bu. Dub daraxti, eman daraxtining mevasi. Bu o'shani maydalangani. U payt drabilkam bo'lmagan. Drabilkaga olib borardimda, yantoq jo'lutni maydalatardim. Makkani maydalatib, kepaga aralashtirib berardi. Yaxshi semirardi hayvon, yaxshi effekt berar edi. Keyin mana o'sha o'zimga yo'l ochib, kengayib, sal pul ko'paygandan keyin sekin-sekin sharoitdan kelib chiqib ratsion tuzishni boshladim. Shu oralig'ida yantoq o'rib kelar edim. Shaharga borib jo'lut terib kelardim mana yong'oqni. Keyin boya aytdim-ku, asal. Mana yoshligimizda biz uchun delikates bo'lgan. Shunaqa daraxt bor. Rashkovaya derva deydi ruslar. Qayerdadir non daraxti ham deydi. Urush vaqtida odamlarni o'limdan saqlab qo'ygan daraxtdan deyshadi. Ochlik paytida mana shu bilan odamlar tirikchilik qilgan ekan. Buni kerib deydi. Bu kerib atamasi qayerdan kelib chiqqan desa, buni ichida urug' mana urug'i. Allohning qudratidan har bittasi 1 grammdanmi o'sha karat belgisi shundan kelib chiqqan ekan. Oldin tilla bir noyob metallarni shu bilan o'lchashgan ekan. Buni hammasini grammi deyarli bir xil bo'lar ekan. Shuning uchun o'lchov birligi sifatida qabul qilingan. Endi hurmatli obunachilar, yoshligida Toshkentliklar ko'p biladi buni. Stadionda yurganimizda mana bu meva pishganda mana mashinaga ichida asal shirasi bo'ladi. Mana shu narsani yeb ko'chada yosh bo'lganmiz, katta bo'lganmiz. Kimdirlar endi hozirgilar jirkanishi mumkin yo bir narsa deyishi mumkin, lekin biz bu narsa Ispaniyada, keyin Gruziyada, Turkiyada katta biznes. Hozir buni
shiralarni olib kelib ham sotishyapti O'zbekistonda. Sababi yo'talga, shamollashga foydasi ko'p. Juda yaxshi noyob daraxt. Yon-veringlar qaranglar, o'syapti. Kimlardir yoqyapti, kimdir chiritib yerga tashlab yuboryapti. Shuning uchun tavsiya qilaman, hayvonga foydasi ko'p. Shu daraxtni yig'ib kelardimda, maydalardim. Mana. Maydalab turib, keyin drabilkalarim bo'lib, o'zim kuchayib ketgandan keyin drabilkada maydalaymiz. Drabilkamiz maydalab beradigan, qo'lda maydalash qiyin. Hozir drabilkada bir maydalab ko'rsatib beraman, qanaqa chiqishini ko'rasizlar. Videoni pauzaga qo'yib turib. Qo'lda to'rg'ab zerikkanimizdan keyin drabilkamiz tayyor bo'lgandan keyin drabilkada maydaladik. Zo'r maydalaydi. Bir pasda mayda qilib maydalab tashadi. Keyin buni qo'lda ushlasangiz, mana shira qo'lga yopishadi. Hidi ham boshqacha. Bundan shamollashga dori tayyorlashadi tibbiyotda. Keyin sahri bir odamlarga ham bo'laverar ekan buni shirasi. Sahri bor odamlarga shirinlik mumkin emas, lekin bu mumkin ekan. Shu tomonlarni o'rganib, birinchi qo'rqqanman hayvonga berishga. Nima bo'lar ekan? Ozgina hayvonni o'rgatganimdan keyin, effekt zo'r bo'lgandan keyin mana shu bilan boqqanman. Endi buni hammaga yetkazib bo'lmaydi. 200 ta 300 ta qo'yi bor yo 100 ta qo'yi borga demayapman. Vaziyatda, masalan, hozir hammada sharoit 100 ta 200 ta yo'q-ku. 5 ta boqayotgan, 4 ta boqayotgan, 10 ta boqayotgan, yon-veridan yaxshi foyda olib, pul ko'payib o'sha holatdan chiqib olguncha mana shu sohada, mana shu mahsulotlardan pul ko'paytirib, daromad olib, hayvonni boqib, semirtirib, urovni ko'tarib olsa bo'ladi. Ya'ni bir pog'onda tepaga chiqib olsa bo'ladi. Pul ko'paygandan keyin boshqa yemlarni olib, sharoit bo'yicha zinama-zina ko'tarilish imkoni bor. Pulim yo'q-u, yem qimmat, u yoq deb nolib o'tirish keragi yo'q. Dalada yantoq vagonlar bor. Jo'lut daraxti pishib tugadi mana endi hozir kuzda pishadi. Xo'p. Mana moshi vakuumi. Buni bizda hozir bu apparatdan chiqqani, lekin ko'p haligilarda dalada qolib ketib qoladi-yu. Tekinga qolib ketadi, yig'ib ketinglar deydi. Ko'pchilik olmaydi, chirib yo'q bo'lib ketadi. Buni ham olib kelib qo'ysalaring, effekti bor. Mana Jamshid yaqinroq olib kel. Semichkani vakuumi, ya'ni lazer tergani vakuumi deyishadi. Atxoti. Ichini ochsangiz, mana. Bunda don yo'q ekan. Bir xilga deyapti bir 25%, 30% da mana don bor. Mana. O ko'rganlaringdek doni bor. Hammasida bo'lmaydi, lekin juda arzon narsa. Mashinadan unumli foydalanib bu o'rik qoqi. O'rikni maydalaganmiz drabilga qilib. Xullas shulardan yem tayyorlab, kimnidir yonida territoriyasida olma arzon, olma qoqi, o'rik qoqi, kimlardadir makka bug'doy, arpa arzon, dehqonchilik, lalmerlar bor. Endi xullas territoriyadan kelib chiqib, ratsion tuzib semirtirsa bo'ladi. Endi shunaqa kontentlar olmoqchiman. Bitta qo'ra qilamiz. 10 tani bir qo'y tashlaymiz. 10 ta qo'y отдельно hammasini har xil yemda boqib ko'ramiz. Qanaqa effekt bo'ladi? Qaysi yemdan qancha effekt bo'ladi? Faqat sizlar kontentlarimizni like bilan, podpiska va kommentariyalar bilan qo'llab-quvvatlab tursalaring, Xudo xolasa, qaysi yemda qo'y qanaqa o'zgardi, qancha ves qo'shdi, shular haqida video olib boramiz. Endi bu hammasi bor rasxodga taqaladi, oson emas. Ha deb uni o'lcha, unga yem, har xil yem, har xil qarash, o'ziga yarasha rasxodlari bor. Endi biz achchiqchaynab mehnat qilyapmiz. Sizlar tomonidan rahmatiga shu like, podpiska qo'llab-quvvatlab tursalaring bizga bu motivatsiya beradi va biz sizlar uchun chiroyli qilib videolarni olishda davom etamiz. Ahmadboy, bitta aralashtiraylik endi. Endi bitta ikkita videoda juda ko'pchilik Instagramda video qo'ydim. Musuru bu, atxotu, musuri ham beringlar, yo
molni bo'qidan qo'shvor, bir narsalar deb yozib ham tashlaganda, aqli yetmaydigan, uyda tovuq boqmaydi-yu, lekin fikr bildiraveradi. Bu ko'rsatilayotgan holat sinovdan o'tgan narsa. Endi hammani hozir masalan Temurli qish kuni qimmat makka, bug'doy, arpalarni boqishga sharoiti yo'q. O'sha holatlarda foydalanib daromad qilish uchun masalan biz bir boshimizdan o'tkazgan kunimizni, sinovdan o'tkazgan holatimizni bir ko'rsatib berdik. Hozir qo'ylarga berib, yeyishini tomosha qilamiz. Hurmatli obunachilar, bo'lmasa mana yem solish jarayoni, qani qo'ylarimiz qanaqa reaksiya beradi. Endi bu tomondagilarga. Ko'rib turganlaringdek, o'sha yeyish boshlab biz yo'q o'tib turaylik, qo'rqyapti bizdan. Xo'p, qo'ylarimiz ishtaha bilan yaxshi yeydi. Bularga yangilik. Mana 3 ta oq qo'y endi keldi. Bu 4 kun, 5 kun bo'ldi. Ya 10 kun bo'lib qoldimi? Dadam ustozlardan olgan ekanda buni. Bo'g'oz qo'ylar. Xo'p. Mana sekin o'sha yem yeyish boshladi. Yong'oqni yeyapti, ko'rdingmi? Qirsillatib. Ha. Jo'lt yong'oq ana. Kimdirlar qo'tir toshirib yuboradi, bir narsa deydi, lekin licheniyasi vaqtda qilib e'tibor beriladigan bo'lsa, qo'tir bo'laolmaydi. Hamma narsaga qarov muhim. Vaqtida ukolini, dori darmonni, endi o'zimiz ham licheni olamiz, xuddi shunaqa. Bular ham lichenaga muhtoj, lichena qilinadi va xudo xolasa yaxshi effekt beradi. Hurmatli obunachilar, shu bilan videomiz o'z nihoyasiga yetdi. Bu boshlang'ich video. Inshaalloh sizlar uchun tezroq mana shunaqa foydali kontentlar chiqarib turishga harakat qilamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Chorvalaringga, oilalaringga, topganlaringga Alloh taolo baraka bersin. Yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Yurtimiz tinch, osmonimiz musaffo bo'lsin.